Assalomu alaykum podpисчиклар. Bugun biz Kaminatda Chaya Uki degan magazinga keldik. Narx-navolari bomba, arzon narxlarda, hamma narsalari, odam ko'p. Kelaverasizlar mana. Tashlar Kaminat bozorida biz. Odamlar gavjum mana. Kiraverishi birinchi etaj, erkaklar ikkinchi etaj, sizlarga kelaverasizlar mana. Badalaskalar ham eng arzon narxda, eng qalinlari 165 ming, 45 ming, trenddagilar yana. Mana bular ham 145 ming. Kimga zarur bo'ladigan bo'lsa faqat mana bular ham bor. 125 ming qani. 119 ming. Suvdagi narxda bo'lib ketgan qalin badalaskalar 119 ming, 19 ming, 295 ming mana eng zo'r qalinlar trenddagilarda mana. Ana kurtkalar ham trendli kurtkalar mana 385 ming so'mga mana trendli uzun kurtka. Ana bari ham bor. 255 ming, 255 ming. Tepalarda ham bor mana. 255 ming, 255 ming, bu ham 255 ming. Ana 255 mingdan. Ana sapoylar ham trendli sapoylar, chiroyli qalin sapoylar mana. Bari ham bor. Mana mashlar ham bor, zo'rlar. Yoshlarga, yosh bolalarga ana kiyimlar mana o'ptin narxlarda 49 mingdan qalin kiyimlar mana. Bular ham 49 ming so'mdan qalin kiyimlar. Arzon narxlarda 185 mingdan kurtkalar 1 yoshlilar uchun ham bor. Mana shular ham qalinlari ham bor ekan mana. 69 ming, 85 mingdan narx-navolar. Yosh bolalar uchun dvoyka mana 125 ming, 175 mingdan atrofida mana chiroyli dvoykalar. Kerakli bo'lsa mana kelaverasizlar mana.